Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Mana navbatdagi ishlarimizni Andijonda Jahon mebel bozoridan. Andijon ekan uzoq ekan deb videoni o'tkazib yormaysizlar. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabkilarimiz bor. Kelishilgan holatda qaytarib o'taman. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabkilarimiz bor. Birinchidan boshlaymiz. 2 metr so'raganlarga. Uzunligi 2 metr, bo'yi 2.35. Mo'ykasi simisitlar shu shulkalar bilan 4 million so'm. Ishimizni o'zi 2 kira so'raganlarga koreshneviga maloshniy ishlatilgan. Uchkalari ham noyob uchkalardan qo'yilgan, stanovdan chiqilgan. Hamma yo'g'i mana Soyuz davrida stansiya suv tegsa ham, yomg'ir unda qo'ysa ham ishlamaydi. Xudo xolisa chiroyli holatda 4,5 million so'm. Mo'yka simisitlar bo'lgan bo'lsa 200 ming so'm qo'shiladi. Bonusiga shu shulkani qo'yib beramiz. 4 million 200 ming so'm, 4 million 200 ming so'm va 4 million 200 ming so'm. Ishimiz esa 2 metr kichkinaroq holatda bo'lsa, bu Andijon bo'ylab dastlabkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab emas bunisi, Andijon bo'ylab. Bunimizni 2 million 200 ming so'm. Menga naborli holati deydigan bo'lsa, gazni ochib qo'yganmiz, mo'ykani ochib qo'yganmiz, shu shulkasi bor, poddomi bor, gaz vitichkasi bor, 7 million so'm. Bunimiz endi dastlabkasi faqat Andijon bo'ylab. 2 million 200, 2 million 200, 2 million 200, 2 million 200, 2 million 200. Mana zakaz qilganlar, payshanbaga deganlar zakazlarini olib ketish bo'ldi. Xudo xolisa yetkazib bo'ldik. Kechki dasturda olib boryapmiz. Mana joylar bo'shagan, oldin joylar to'ldirdi, hozir esa bo'shadi obunachilar. Bu ishimiz esa 170 akrelli varianti. Bunimizning narxi esa 2 million so'm, 2 million 200 ming so'm, 2 million 200 ming so'm. Va mittivoy 1 metrimizni 1 million 300 ming so'm. Menga boshqacharoq svetlari deydiganlarga esa mana boshqacharoq svetlari ham bor. 4,5 million, 4,5 million. Bunimiz esa 270, 240. Adashib ketdim obunachilar. 240, bo'yi 2 metr. Narxi esa 2 million 400 ming so'm. 2 million 400 ming so'm. Mana. Bir xil o'zi, manadan qaraganda bir xil svetda buni xohlasanglar bor. Bunimiz esa 2 metr holati 2 million 200 ming so'm. Maloshniy deganlarga 170 akrel varianti 2 million so'm. 120 deganlarga 1 million 400 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabkilari mana ular. Katta ishlarimiz bunimizni 4 million so'm. 4 million so'm, 4,5 million so'm. Qatorachasiga 4 million 200 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkani kelishilgan holatda qilib beraman. Chiroyli holatda kimga yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Azbe Mebel har doim sizlar bilan.